Harbiy xizmatchilar tomonidan internetdan foydalanishda xavfsizlik talablari. Bugungi kunda har qanday harbiy harakatdan oldin razvedka amalga oshiriladi. Razvedkaning eng oson yo'li ochiq manbalar, ya'ni internet va ijtimoiy tarmoqlardir. Birgina foto yoki post orqali obyekt joylashuvi, shaxsiy tarkib soni, texnika turi, jangovar tayyorgarlik, qo'riqlash darajasi aniqlanishi mumkin. So'nggi harbiy mojarolarda bir necha bor ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar orqali harbiy bazalar koordinatalari aniqlangan, raketa zarbalari to'g'ri yo'naltirilgan, kolonnalar harakati oldindan ma'lum bo'lgan, obyektlar yo'q qilingan. Ayrim hollarda xizmatchilarning selfie yoki fotolar orqali obyektlar aniqlangan. Ochiq manba razvedkasi bugungi kunda asosiy qurollardan biri hisoblanadi. Harbiy xizmatchi axborot bilan ishlashda doimo sergak bo'lishi, davlat va xizmat sirlarini qat'iy saqlashi shart. Axborot xavfsizligini ta'minlash har bir xizmatchining shaxsiy burchi va qasamyodi talabidir. Qonunchilikka ko'ra, axborot olish va tarqatish huquqi mavjud, ammo davlat sirlari va xizmat ma'lumotlari bu huquqdan mustasno hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 33-modda. Vatanga qasamyodga muvofiq, harbiy xizmatchi davlat va xizmat sirlarini saqlashga burchli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va Mudofaa vazirining tegishli buyruqlari bilan harbiy xizmatchilar va qurolli kuchlar ishchi va xizmatchilariga internet va ijtimoiy tarmoqlarda cheklovlar keltirib o'tilgan. Quyidagi asosiy taqiqlar: harbiy xizmatga oid ma'lumotlarni internetga joylashtirish, harbiy qism yoki boshqaruv organiga mansubligini oshkor qilish, harbiy obyektlar, texnika yoki hudud fotolarini tarqatish, xizmat jarayoni aks etgan video yoki matn joylashtirish, geolokatsiya joylashuv ma'lumotlarini oshkor qilish. Mazkur talablar quyidagi qonunchilik va nizomlarda belgilab o'tilgan: Konstitutsiya, axborotlashtirish to'g'risidagi qonun, umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonun, qurolli kuchlar nizomlari, Mudofaa vaziri va qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'ining tegishli buyruqlari, kontrakt majburiyatlari. Axborot chiqishi quyidagi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin: harbiy obyektlarning fosh bo'lishi, dushman obyekt joylashuvini aniqlaydi va zarba berish imkoniga ega bo'ladi. Shaxsiy tarkib xavf ostida qoladi. Terroristik yoki diversion harakatlar sodir etilishi mumkin. Operatsiyalar barbod bo'lishi, harakat rejalari oldindan ma'lum bo'lib qoladi. Qo'shimcha kuch va vositalar yo'qotilishi, dushman tayyor holatda kutib oladi. Davlat xavfsizligiga zarar, strategik ma'lumotlar oshkor bo'ladi. Dushman qanday usullardan foydalanadi? Razvedka organlari oddiy usullar bilan ham ma'lumot to'playdi. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish, geolokatsiya tahlili, fotolar orqali obyektlarni tanish, telefon raqamlari orqali ma'lumot yig'ish, soxta akkauntlar orqali ma'lumot va eng asosiysi qarindoshlar va tanishlar orqali ma'lumot olish. Ko'p hollarda ma'lumotni xizmatchi emas, uning atrofidagilar tarqatadi. Internetda xizmatga oid ma'lumot joylash taqiqlangan. Bu cheklovlarga amal qilmaslik tergovga qadar tekshiruv yoki xizmat tekshiruvi uchun asos bo'ladi. Axborot xavfsizligi jangovar shaylikning ajralmas qismi hisoblanadi. Internet va boshqa axborot kanallarida noto'g'ri foydalanish og'ir oqibatlarga, jumladan jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Ogohlik davr talabi.